Ukam bilasan, men juda ham ko'p metroda yuraman. Metrodan chiqqandagi qulayroq lokatsiyalar menga tushuntirib ber. Qarang, G'ofurg'ulon metrosidan chiqqaningizdan keyin to'g'rida sirk keladi. Sirkka qarama-qarshi yuramiz. Metrodan chiqqaningizdan keyin sirkka qarama-qarshi yurasiz. 200 metrdan keyin most keladi, o'ying. Hozir shu mostga borman, sizlarga yana tushuntirib beraman. Yoki metrodan chiqqandan keyin 200 metr yurdik, mana most ustiga chiqdik. To'g'rimizda sirk bor, ko'rinyapti o'zingizga ham. Sirk endi davomini Narvabetga o'tgandan keyin, mostdan tushgandan keyin tushuntirib beraman. Mana mostdan tushgandan keyin chap qo'lda endi bu bank keladi. Shunda to'g'rimizda Havas keladi. Supermarket. Havasdan o'tganingizdan keyin 20 metr yurganingizdan keyin chap qo'lda Muhabbatona Somsixona keladi. Mana aka qaranglar, agar sizlar Nurafshondan kelaman desanglar, 9-poliklinikani bilsanglar kerak. O'sha 9-poliklinikadan 500 metr yurganingizdan keyin shunda o'ng qo'lda keladi. Ukam, bu filiallarda ham bemalol o'tirishga sharoit qilib qo'ygan ekansizlar. Xudo xohlasa, aka bu yerda ham hamma sharoitlarimiz mavjud. Katta zalimizda bor, hamma filiallarimizda bor, menyu bu yerda ham bor. Ichishga bu yerda salqingina go'jalar bor. Boshqa har xil soklarimiz bor. O'zingizlar kelib tanlab olasizlar. Sizlarning Muhabbatona Somsalarni Sebzordagi filialimizda kutib qolamiz.